Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savmu yevmu arafa yukaffiru senetel madiye ve senetel qabile. Ramazon ro'zasidan keyingi eng afzal ro'za, ya'ni Arafa kuni tutilgan ro'za o'tgan yilgi gunohlarga kafforat bo'ladi hamda kelasi yilgi gunohlarga kafforat bo'ladi deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis aytibdilar. Birodarlar, hayitdan bir kun burungi kunni nomi Arafa. Kunga ham ishlatiladi. Tog' nomi Arafa. Arafat tog'iga ham ishlatiladi. Ammo Arafa kunidagi Arafat tog'ida turganlar ro'za tutishmaydi. Chunki ular duo bilan mashg'ul bo'lishadi hamda ularning ibodati haj amali bo'lganligi uchun va Arafat tog'ida turganlari uchun ularni maqomi ulug'. Hajga bora olmaganlar Arafa kunini o'zlarining diyorlarida, yurtlarida kutayotgan insonlar qanday qilishlari kerak esa, albatta ro'za tutishlarga harakat